Go'zallik dunyoni qutqaradi deyishadi, ammo uni yaratish va saqlab qolish uchun yuksak bilim va mas'uliyat kerak bo'ladi. Bugungi qahramonimiz go'zallikni san'at emas, balki aniq fan sifatida qabul qiladi. U nafaqat yuzlab ayollarning chiroyiga chiroy qo'shmoqda, balki yurtimizda kosmetologiya sohasini professional bosqichga olib chiqish uchun ulkan qadam tashlagan. Bugun kosmetologiya shunchaki tashqi ko'rinishga qarash emas, balki ulkan va jadal rivojlanayotgan sanoatga aylandi. Ammo bu sohada bilim va sifat qanchalik muhim? Bugungi mehmonimiz faqatgina yuzni tozalashni emas, balki ayollarga o'z ustida ishlashni, kasb egasi bo'lishni va eng muhimi, inson salomatligiga zarar yetkazmaslikni o'rgatishni o'z oldiga maqsad qo'ygan. Raupova Muattar 2011-yil Toshkent pediatriya tibbiyot institutini tamomlagan. Respublika dermatologiya ilmiy tekshirish markazida magistraturani tugatib, 2018-2023-yillar oralig'ida bir yilda 3-4 marotaba Yevropa davlatlariga borib, kosmetologiya sohasini chuqur bilim asosida o'rganib kelgan. 2021-yilda O'zbekistonda birinchi bo'lib kosmetologiya akademiyasiga asos solgan. 5 yil davomida bu akademiya minglab ayol qizlarni hayotiga yangi sahifa ochishiga imkoniyat yaratib kelmoqda. Qahramonimizning onasi Rahmonova Muazzam 1958-yil 27-martda Navoiy viloyatida tug'ilgan. 1982-yil hozirgi Toshkent davlat pediatriya tibbiyot institutini tamomlagan. Buxoro viloyati Peshku tumani markaziy kasalxona reanimatsiya bo'limida bosh shifokor lavozimida ishlagan. Nafaqaga chiqqan paytlarida Abu Ali ibn Sino nomidagi Afshona tibbiyot texnikumida pediatriya kafedrasi mudiri lavozimida ishlab dars bergan. Hozirda 8 nafar nevaraning buvijonisi. Muazzam opa, Muattar ismi kam uchraydi. Qizingiz ismini kim qo'ygan? Qizimni ismini dadasi qo'ygan. Chunki biz ko'p roman o'qirdik, kitob o'qirdik. Shunda romanda Muattar ismini yoqtirib qolganmiz ikkalamiz ham. Shunda Muattar qo'yamiz deganmiz. Lekin onam, otam, bebilari muhabbat qo'yamiz deb aytganlar. Bu kishi to borguncha o'ylab borib, lekin metrika oladigan joyda Muattar ismini aytganlar. Shu bilan Muattar bo'lib ketgan. Qizingiz bolalikdan o'sha chiroyli narsalarga, go'zallikka qiziqqanmi yoki bu katta bo'lganida yillar davomida shakllandimi? Yo'q, boshdan ham go'zallikka qiziqqan. Chunki men vrach bo'lib ishlaganim uchun kiyinib borardim-ku ishxonaga. Ishdan kelgan paytimda kiyimlarimni kiyib yurardi. Yoshliklarida injiq bo'lganmi, sho'x bo'lganmilar? O'ta sho'x bo'lgan, keyin qaysar ham bo'lgan. Aytganini qildiradigan bo'lgan. Talabchan bo'lgan. Shu bir narsani qilib bermasak, aytganini qilmasak, shuni qildirishga harakat qilgan. Har qanday yo'l bilan ham qildirgan. Bu xislatni kimga tortgan? Otamga tortgan, bobosiga. 5 yoshida maktabga chiqib ketgan. 5 yoshda bergan. 5 yoshda maktabga chiqib ketgan. Bilimga ham chanqoq bo'lgan. Chunki biz uyda ko'proq kitob o'qidik. Mana dadasi ham, akasi ham, opalari ham. Kitob o'qish kerak ekan degan fikr bilan shunday qilgan endi. Yoshligida o'zi qaysi kasbga qiziqqanlar? Yoshligida qaysi kasbga qiziqqanligini uncha bilmayman, lekin men buni prokuror yoki sud raisi bo'lasan derdim. Shu uchun yaxshi maktablarga o'qitganman. Maxsus maktablarga, spes maktablarga berib o'qitganman. Doktor ham bo'lsang mayli deganman, lekin doktorlikka uncha ham qiziqmagan. Keyin taqdir taqozosi bilan doktor bo'lib qoldi, doktorlikka o'qidi. Ona kasbi deb. Kosmetologiyaga kirib kelishimga asosiy sabab men oldin kasalxonada ishlaganman va bilasiz, bizada kasallikni eng oxirgi stadiyasida olib kelishadi kasalxonada. Keyin bir kunda davolab berish so'rashadi. Biz ham shifokor sifatida harakat qilamiz. Lekin bemor kechga qolgan vaziyatlari ham bo'ladi. Faqat qog'ozbozlik qilishdan to'g'ri charchaganman-da, o'sha uchun kosmetologga protseduraga kelganman. Birinchi o'shanda protseduraga kelganimda kosmetologda faqat yuzini tozalash bor edi. Yuz tozalashga kelganimda kosmetolog ustozim, rahmatli ustozimda chiroyli tilaklar aytishganda qarab qolganman-da va kosmetologga. Odamlar shunchalik yaxshi ko'rar ekan kosmetologini. Lekin bizda doktor bizayu, nima uchun biz shifokorlarga shunaqa muomala qilishadi deb shogird olasizmi deb so'raganman-da. Shu bilan shogird tushib kosmetologiyada qiziqib qolib ketganman. Farzandini muvaffaqiyatli inson qilib voyaga yetkazish uchun onalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Onalargami? Avvalambor farzandlarni bilimli qilish kerak.
keyin atrofdagilarga yaxshi muomalada bo'lishni o'rgatish kerak. Mayli ular bunga yomon munosabatda bo'ladimi, boshqa qiladimi, lekin buni to'g'ri yo'naltirish kerak. To'g'ri qabul qilishni o'rgatish kerak. Sabrli bo'lishni, farzandini muvaffaqiyatini ko'rish uchun onaga ham sabr kerak. Nima uchun sabr? Endi qanaqa to'siqlardan o'tadi-da bular. Sabr kerak bu uchun ham. Mablag'ga ham borib taqaladi. Mablag'ga ham borib taqaladi. Shuning uchun ozgina sabr ham kerak onalarga ham. Bularga ham sabr o'rgatish kerak. Doim olg'a intilish kerak-da, tushkunlikka tushish kerak emas. Mayli bu bo'lmadimi, ertaga bo'ladi deyman men. Bugun o'xshamadimi, ertaga yaxshi bo'lib ketadi. Bu ham yaxshilikka. Lekin to'xtab qolma, izlanaver deyman. Har bir kuchli ayolning ortida unga sen uddalaysan degan ishonch bilan boqib turgan onasi bo'ladi. Kosmetologiya akademiyasining ochilishi ham shunchaki tadbirkorlik natijasi emas, balki onaning bergan tarbiyasi, duolari va cheksiz sabrining mevasidir. Qizingiz o'z akademiyasini ochganida ichingizda nimalar o'tgan? Ishonch yoki qo'rquv? Qo'rquv ham bo'lmagan. Chunki men o'zim ham menga o'xshagan bir ishlarni qilishga dadilroqman. Yaxshi ko'raman bunaqa yangilik yaratishni, boshqa qilishni, o'zim ustida ishlashni. Biz bu bilan 8-martda kafeda nishonlaylik deb o'ylab o'tirgan paytimizda bunga SMS keldi. Mana shu akademiyani ochishga ruxsat deb. O'sha qadar hayajonlanganimizda yig'lab yubordim. Chunki murg'akkina, kichkinagina, yoshgina qizcha Toshkentdagi joyga kelib, shulardan akademiya ochishni o'zi bo'lmaydi. Raqobatlarni o'zingiz bilasiz. Allohga ming qatla shukrki, yaxshi tarbiyalab, yaxshi o'qitgan ekanim. O'sha bilimlari kuchlilik qilib, buni o'sha Italiyadagi ustozlari o'zimiz vazirlikka aytganlarki, biz shuni tanlaymiz, akademiya ochishga, dars berishga, diplom berish huquqiga shunga beramiz deb aytganlari uchun shunga tavsiya qilingan. Qizingiz muattardan eshitganmanki, siz kosmetolog bo'laman deganida qarshilik qilgan ekansiz. Qarshilik qilganman, chunki kosmetologlar u paytda sartaroshlarda ishlaydiganlarni o'zingiz bilasiz, tushunchasi anaqa bo'lmagan. Endi menda ham shu bo'lganda, endi ona sifatida qizni asrash maqsadida keyinchalik kosmetologiya rivojlanib ketdi. O'sha uchun hozir afsuslamayman. Duo qilib turaman. Mayli ishini omadini bersin. Xursandman hozir. Qizingizni qaysi ishidan keyin boshqalarga nisbatan sizda ko'proq faxr tuyg'usi uyg'ongan? Qizim o'zini ustida ishlab, o'zini ko'rsata olganligi uchun O'zbekistonda yagona kosmetolog akademiya ochib, o'zini tanitib bilganligi menga xursandchilik keltirdi. Chunki mehnatini ro'yobga chiqarib bildi. O'zini shu intilishini, harakatini, bilimini ko'rsatib bilgani. Shunisidan xursandman. Demak, oilasining ishonchini oqladi. Ayniqsa meni ishonchimni oqladi. Oxirgi marta qizingiz bilan qachon bahs munozara qilib turdingiz? Deyarli har kun desam ham bo'ladi. Ba'zi bir tushunmagan narsalarni telefon qilib so'raydi. Ba'zi bir qiynalib qolgan joylarda maslahat beraman. Shuni nima qilish kerak desa, maslahat beraman. Deyarli har kun desam ham bo'ladi. Hozir turmushga chiqib to'yib ketgandan keyin ish qilib kamroq qilamiz, lekin oldin har kuni maslahat qilib, tortishib, talashib, tibbiyot juda chuqur-ku, murakkab chuqur. Odam organizmi bilan ishlagandan keyin unda juda kuchli bilim kerak. Qizingiz sizga ham muolaja qilib turadimi? Yo'q. Bunaqa kremlardan foydalanib turaman, lekin mezoterapiya deydimi, yuzimga ozgina qilib qo'yadi. Ha, muolajalar ham qilib turadi. Muolaja qilib turadi unda sonda. Yoqadimi sizga? Ha, yoqadi. Albatta hammaga yosharish, chiroyli bo'lib yurish yaxshi. To'g'ri. Har bir ayol kishi go'zallikni yaxshi ko'radi. Go'zallikni yaxshi ko'radi, yuzi juda. Oddiy kosmetologlikdan akademiyagacha o'zi bo'lmagan. Bu yo'l juda ham uzoq, mashaqqatli bo'lgan. Ko'p sabr, ko'p mehnat talab qilingan mendan. Meni yoshligim, o'ynab kuladigan vaqtim mana shu akademiyani ochish, uni yo'lga qo'yish va rivojlantirish bilan o'tib ketib qolgan. Kosmetolog bo'lib ishlab yurgan vaqtlarimda men doktor bo'lganligim uchun professional brendlar meni
o'zlarini brendlarini taqdimotiga, o'zlarini brendlari uchun avtorskiy texnikalar yaratish uchun meni tanlashgan va viloyatlarda spiker sifatida olib borishgan. Spiker sifatida viloyatlarga borib yurgan vaqtimda viloyatdagi kosmetologlar meni bilim darajamni yuqori baholab, men doktor kosmetologdan o'rganishim kerak deb menga shogird bo'lib kelaverishgan. Shogirdlarim viloyatlarda ko'paygan sari tanilish imkoniyatim ko'proq bo'laverganda, baribir ham u doktor emas-u, doktor kosmetolog emas-u, kecha tort pishirib yurardi-yu, kecha uyda o'tirib tikuvchilik qilardi. Qanaqa kosmetolog bo'lib qoldi deb yaxshi protseduralar qilish o'rgatgan bo'lsam, shogirdlarimga nisbatan umuman men emas, hamma kosmetologga nisbatan shunaqa odzivlar bor edi. Va men bularni faoliyatini qonuniylashtirish uchun mana shu akademiyani tashkil qilganman. Akademiya tashkil qilish uchun yuqori tashkilotlarga borganman. Qanday qilib kosmetologlarni bu maktabdan tashqari ta'lim bo'ladi, hunar. Qanday qilib diplom berish kerak, qanday qilib bularga faoliyatini legallashtirish to'g'risida 2,5 yil harakat qilganman. 2,5 yil harakatimdan keyin litsenziya olib, shu 2021-yildan Kosmetologiya akademiya O'zbekistonda birinchi bo'lib faoliyat boshlaganmiz. Va hozirgacha buni yanada rivojlantirish, endi O'zbekiston miqyosida emas, boshqa davlatlardan keladi va bizada o'qiganlarni va bizada o'qimagan boshqa kosmetologlarni ham faoliyatlarini yaxshilash maqsadida Yevropa va boshqa davlatlarga malaka oshirishlarga ham o'qishlarga olib borishlarini tashkil qilganman. Litsenziya olish uchun birinchi bo'limni so'rashgan. Siz nima o'tmoqchisiz, nima o'rgatmoqchisiz kosmetologlarga? Chunki kosmetologiya yangi yo'nalish, haligacha kosmetologiya haqida o'quv dastur yoki kitoblar yo'q. Chunki bu meditsinaning yangi bo'lagi, yangi qismi, yangi zamonaviy rivojlanayotgan fan bo'lganligi uchun. Men o'zimning tajribalarim va o'rganganlarim dermatologiyada magistraturada o'qigan vaqtimda teri anatomiyasini qo'shib ishlab chiqqanman. Bu 6 marta tasdiqdan qaytgan. 6 marta tasdiqdan qaytgan, lekin men mana shu 2,5 yil davomida har doim o'zim nima deydi, 6 marta tasdiqdan qaytganda, har bir qaytganda men o'ylab yanada yangiliklar qo'shavergandim. Mana shu qo'shganlarim evaziga tayyor, mukammal, to'liq o'rgatiladigan qisqa muddatli dastur tayyorlab chiqqanman va buni birinchi bo'lib mana shu teri anatomiyasidan boshlaganman. Chunki kosmetolog bu doktor emas. Ya'ni to'g'ri bizda doktorlar ham aytadi, bu teri muammolarini davolamaydi. Bu teri muammolarini parvarish qiladigan mutaxassis bo'ladi. Va men o'zim mana shu dasturni oson, qulay formatda tuzib chiqqan. Muattarning onasi qizining qalbiga go'zallikka bo'lgan muhabbati va mehnatsevarlik urug'ini ekkan ilk ustozdir. Onasining qiyofasida biz bir nechta xislatlarni ko'rdik. Cheksiz ishonch. Atrofdagilar bu qiyin soha deganda ham qizining qobiliyatiga bir lahza shubha qilmagan. Nafosat maktabi. Qiziga ayol kishi har doim o'ziga qarashi, nafosatli va ilmli bo'lishi kerakligini shaxsiy namunasida ko'rsatib bera olgan. Qizingizni qaysi fe'l-atvori uni bugungi darajagacha erishishiga sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Menimcha tirishqoqligi, o'zini ustida ko'p ishlashi, bilimga chanqoqligi, keyin odamlarni yaxshi ko'rishi. Odamlarga samimiy bo'lib, to'g'ri munosabatda bo'lib yaxshi ko'radi insonlarni. Shularga yaxshilik qilgisi keladi. O'zi qizingizni tarbiya qilishda nimalarga ko'p e'tibor bergansiz? Qiz bolani qanday tarbiya qilish kerak? Qiz bolani endi tarbiya qilish ozroq qiyin. O'g'il bola, qiz bolalar tarbiyasi qiyinroq bo'ladi. Chunki o'smir yoshigacha bularda uncha talab qilinmaydi. O'sish yoshiga o'tgandan keyin bolada og'irroq ketish uchun men shu yoshiga urg'u berganman bularni. O'sish yoshida bularni ko'proq mehnatga tiqqanman. Ko'chada ixtiyoriy o'ynagani qo'ymaganman. O'g'limni ham chiqib futbol o'ynashga, boshqa qilishga qo'ymaganman. Ko'proq uyda ish qildirganman. Yozib berib ketganman, ishlayman. Men shu bunaqa ro'yxat asosida ishlarni qilib qo'yish kerakligini aytib ketganman. Shularni qilib kelgandan keyin ko'rib olishga harakat qilganman, charchab kelishimga qaramasdan. Keyin o'zim ham kuni bilan ishlaganim uchun kechalari ko'pincha ayol kishi kir yuvish, xamir qilish, bir qishloqda turamizki, boshqa uydan uborkasini kechqurun qilganmiz, birga qildirganman. Lej bu bilan charchash kerak, uxlash kerak, darsini qilish kerak, ko'chada yomonlarga qo'shilmaslik kerak uchun. Keyin ko'p kitob berib ketardim, mana shu kitobni o'qiysizlar, men kelganda aytib berasizlar deb nazorat qilganman.
Tashqi muhitga uncha muloqot qildirmaganman. Faqat maktabga borib kelgan. Maktabda sinfdoshlari bilan, tog'lari bilan muloqotda bo'lgan. Ortiqcha vaqt qoldirmagan Ortiqcha vaqt qoldirmaganman. Bugun qizingizni mana shu soha vakillari hammasi chiroyli e'tirof bilan ta'riflashadi. Qizingiz haqida eshitganda yuragingizda nimalar his kechadi? Endi uni so'z bilan ta'riflash qiyin ona uchun. Ko'pincha ko'z yoshlarim bilan yig'lab, o'zim Allohga shukronalar aytish bilan bundanda yuqori martabalarga erishishini, bundanda ko'p yutuqlarga erishishini tilab duolar qilaman. Albatta ona uchun quvonchli narsa u. Onasiga ham, dadasiga ham hammamizga quvonch bo'ladi u narsa bizga. Xursand bo'laman. Chunki orzu qilardim. Mani farzandlarim ham shunaqa taniqli bo'lsa degan orzularimni mana shu qizim orqali ko'raman. Allohga shukr. Mana o'quv markazimni tashkil qilgan inson, ya'ni men 7 yil bakalavr darajasiga ega, 3 yillik magistraturaga ega va 3 oylik spetsializatsiyaga ega vrach, kosmetolog, dermatolog. Asoschisi menman. Va buni tarkibida boshqa dermatologlar, stomatologlar, hatto o'smirlar va katta yoshli ayollar psixologlari bor. Aslida litsenziya olishni talablari uchun 27 ta mutaxassis kerak bo'ladi. Boshqa men ularni konkurent demayman hech qachon, chunki ular birinchi bo'lib akademiya biz ochganmizda bizga havas qilib ochilganlar bor. Endi ularda litsenziyasi bor yo'qligini men bilmayman. Aniq bilaman, ularda dars o'tadiganlar shifokor kosmetologlar emas. Men bu akademiyamda birinchi o'tadigan darsim kosmetologiya etikasi, deontologiyasi va estetikasi bo'ladi. Kosmetologda etika bo'lmas ekan, unda hech qachon rivojlanish bo'lmaydi. Patsiyentga protsedurani tavsiya qilayotgan vaqtda oldin patsiyentdan men epidanamnez yig'ishni o'rgataman, ya'ni uni muammolarini aniqlashni va o'sha muammolar qachondan, necha yil, necha oydan va nimadan keyin paydo bo'lganligini bilgan holatda protsedura tavsiya qilish kerak bo'ladi. Bozorda chalasavod kosmetologlarni kamaytirish bo'lgan maqsadim. Chunki bitta lab qilish yoki bitta qosh qilish yoki faqat yuzga plazma lifting qilib ham faqat bitta protsedurani biladi, nomi kosmetolog. Kosmetolog soni ko'p, lekin zo'r ishlaydigan kosmetologlar kam. Men kosmetolog bo'lish uchun yillar davomida harakat qilganman. Hozirgacha o'zim ustimda ishlayman. Men bu kasbni juda ham yaxshi ko'raman, sevaman kasbimni va meni sevgan kasbimni kimdir shunchaki pul ishlash uchun bozor sferaga aylantirish yoqmagan. O'sha uchun ham bu akademiyani tashkil qilganman. Ishlab yurgan kosmetologlarga yaxshi kosmetologlarimiz ham ko'p, kosmetolog estetistlarimiz ham ko'p va ularni faoliyatlarini qonuniylashtirish uchun, ularga ofitsialniy diplom berish uchun tashkil qilganman. Bozorda mana shu bo'shliqni to'ldirish uchun harakat qilganman. Muattarning maqsadi shunchaki kosmetologlarni tayyorlash emas, balki o'z ishining haqiqiy ustasi bo'lgan, mijozining salomatligini hamma narsadan ustun qo'yadigan professionallar jamiyatini yaratishdir. Kosmetologiyadagi eng ko'p tarqalgan xatolar bu patsientlarni ham, kosmetologlarni ham trend bo'lgan protseduralarning orqasidan quvishida. Chunki o'sha protsedura shu patsientga kerak emasdir. Menga ham keladi shunaqa patsientlar, "Mana shuni qilib qo'ying" deganda, "Yo'q, bu sizga kerak emas" deb unga chiroyli, to'liq tushuntirib beraman. Chunki men natija uchun ishlaydigan kosmetologman. Natija uchun ishlamaydigan kosmetologlar ham afsuski juda ham ko'p. Undan keyin patsientlar albatta trend qurbonlariga aylanishadi. Yaqin 5 yil ichida kosmetologiyada saralanish boshlangan. Bu nima degani? Har bitta kosmetolog ishlatadigan preparatning ichida ham, preparatlar ham shunaqa takomillashib ketdiki, men kosmetologiyani boshlaganimda bunaqa takomillashgan preparatlar yo'q edi. Men o'zim olib, foizlarini o'lchab, avtorskiy kokteyllar tayyorlar edim. Hatto sovunlar, kremlar, losyonlar, davolovchi tayyorlaganman. Hozir shunaqa zo'r, yaxshi rivojlangan zamondamizki, hammasi tayyor, protsentlari, konsentratsiyalari bilan tayyor bo'lib kelyapti. Bu degani kosmetologiyada ishlatiladigan preparatlar rivojlandi. Preparat ishlab chiqaruvchilar o'zini ustida ishlashni boshladi. 5 yil ichida
Agar kosmetologlar ham o'zini ustida ishlab, malaka oshirib, doimiy malaka oshirib turish kerak. Chunki bu yangi yo'nalish. Malaka oshirib tursagina O'zbekistonda kosmetologiyada rivojlanish yaxshi bo'ladi. Mutaxassis kosmetolog bo'lish uchun diplom kerak bo'ladi, lekin yaxshi kosmetolog bo'lish uchun hozirgi kunda vijdon kerak bo'lib qoldi. Nima uchun deganda, kosmetologiya deganda ko'pchilik yaxshi mablag' topishni o'ylaydigan vaziyatga aylanib qoldi. Aslida yaxshi kosmetolog bo'lish uchun bilim kerak, saviya kerak, sabr kerak bo'ladi. Yillar davomida yaxshi kosmetolog bo'la oladi. Bizda yo'q, mutaxassis kosmetolog bo'ladi. Ish jarayonida qanaqadir ko'ngilsizliklar bo'lsa, sizga aytib turadilarmi? Juda kam aytadi. O'zim so'rab olsam aytadi. Bo'lmasa o'zi harakat qiladi. O'zi o'sha qiyinchiliklarni yengishga, birovlarga aytmasdan, atrofdagilarni qiynamasdan o'zi o'sha narsadan chiqib ketishga harakat qiladi. Tushkunlikka tushgan paytlarida ona sifatida siz his qilasizmi bu narsani? Ha, his qilaman. Ko'nglim ketar, bu narsa hammada bo'ladi. Men ishlaganda menda ham bo'lgan bu narsalar o'tib ketadi hammasi. Hech ham orqaga qaraman, oldinga qarab olg'a deyman. Qizingiz juda ham ko'p ishlab yurgan paytlarida, masalan, dam olmasdan ishlayotgan paytlarida siz qanaqa maslahat berasiz ularga? Dam olginak, o'zingni asraginak. Sog'liging o'zing uchun kerak deyman. Odam organizming charchab qolgan paytda hech kimga kerak bo'lmay qolasan. Hozir sendan odamga to'g'ri foydalanadi. Bilimdan foydalanish ular uchun kerak. Lekin seni o'zing sog'liging o'zingga kerak deyman. Shunday dam ol deb aytaman. Yutuqlarga erishganlarida, yana ham yaxshi natijalarga erishganlarida birinchi bo'lib kimga telefon qilib aytadilar shu narsalarni? Bilishimcha menga aytadi. Agar men telefonni ko'tarolmay qolsam, dadasiga aytadi. Ularni mana shu ish joylariga ko'p borib turasizmi? Ha, kelib turaman. Kelib turaman ish joyisiga. U yoshlik qiladi, rahbarlik qilishga degan maqsadda uni qanday rahbarlik qilyapti, ishchilarga qanaqa muomalada bo'lyapti, qanaqa yo'l yo'riq ko'rsatyapti, shularni nazorat qilish uchun kelib turaman. Ha, hali ham nazorat qilasiz. Hali ham nazoratda. Ona, siz tushunmaysiz demaydilarmi? Aytadi. Mayli tushunmasam ham deyman. Seni ko'rgim keldi deb kelaman. Hozir men sizga qisqa savollar beraman. Siz esa o'ylamasdan birinchi xayolingizga kelgan javobni berishingiz kerak. Tabiiy go'zallikmi yoki sifatli kosmetologiya? Tabiiy go'zallikni saqlab qolish uchun sifatli kosmetologiya. Eng foydasiz kosmetologik muolaja. BB Glow, ya'ni tonalli effekt bilan yuzni dermapenda shilish. Kosmetolog bu shifokormi yoki san'atkor? San'atni sevadigan shifokor. Birinchi topgan maoshingiz qancha bo'lgan va nimaga ishlatgansiz? Birinchi topgan maoshim 45 ming, 48 ming so'm bo'lgan. Dadamga ko'ylak, onamga kofta olganman, shirinlik olganman. Qo'shnimiz bo'lardi, o'sha qo'shnimizga yog' bilan go'sht olib berganman. Ideal teri siri bitta so'zda. Terini to'liq tozalashda va parvarish qiladigan kremlarni to'g'ri tanlashda. Qattiqqo'l rahbarmisiz yoki demokrat? Demokratman, qattiqqo'laman, vaziyatga qarab. Shogirdlaringiz xato qilsa kechirasizmi yoki haydaysizmi? Oldin kechirardim. Kechirganlarim xiyonat qilganligi uchun hozirgi kunda kechirmayapman-da, haydaydigan bo'lganman. Lekin shu yengil ekan. Pulmi yoki obro'? Obro', chunki pulni hamma topadi. Obro'ni ushlab turish, saqlab qolish qiyin. Akademiya ochish uchun ketgan eng katta xarajat nimaga bo'lgan? Akademiya ochish uchun ketgan eng katta xarajat 2,5 yil davomida litsenziya olish uchun o'quv dasturi yaratishga ketgan. Eng katta xarajatim akademiya ochilishgacha bo'lgan eng katta xarajat shunga ketgan. Raqobatchilar sizni qo'rqitadimi yoki ilhomlantiradi? Raqobatchilarim yo'q, lekin raqobatchi paydo bo'lsa menga, men ilhomlanaman. Ilhomlantiradi. Chunki raqobat bor joyda o'sish bo'ladi-da. Ayol kishining eng katta xatosi nimada? Tilida o'ylamasdan gapirib qo'yishida, shunaqa bo'lsa kerak. Agar kosmetolog bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Shu qonun sohasida ishlardim. Qizingiz ko'proq otasiga tortganmi yoki sizga? Ikkalamizga ham tortgan. Qizingiz Muattar biror marta ishidan charchab, bo'ldi to'xtataman degan payti bo'lganmi? Yo'q, ishdan hech qachon charchamaydi. Qizingizni eng katta kamchiligi nimada deb o'ylaysiz? Masalan, o'z ishini hamma narsadan ustun qo'yishidami yoki haddan tashqari talabchanlikda?
haddan tashqari ishonuvchanlikda deb o'ylayman. Qizingiz birinchi maoshidan sizga nima sovg'a qilgan? Menga ko'ylak sovg'a qilgan. Qizingizning muvaffaqiyati bu mehnatmi yoki omad? Avvalambor mehnat, keyin omad. Akademiya ochilganda birinchi bo'lib kimga qo'ng'iroq qilgan? Akademiya ochishini birinchi oilaviy turib aytib eshitganmiz. Bitta so'z bilan aytganda qizingiz siz uchun kim? Men uchun qizim ideal qiz. Uning qaysi odati sizni haligacha hayron qoldiradi? Mehnatdan charchamasligi, talabchanligi, o'z ustida ishlashi. Qahramonimizning hikoyasi oddiy orzudan boshlangan edi. Muattar o'z faoliyatini noldan boshlab, bugun yuzlab shogirdlarga yo'l ko'rsatuvchi mayoqqa aylandi. Oilaga vaqt ajratishga ba'zida vaqt yetmay qoladi. Men faqat kosmetolog emas, bir kunda patsientlar bilan ishlayman, o'quvchilarga dars beraman. Undan tashqari akademiya direktori, firma rahbari sifatida boshqa ishlarim ham bor. Ayol kishi uchun bu qiyin, lekin harakat qilib kelyapman. Agar oilani tanlasam, ishim to'xtab qoladi. Menda shunaqa vaziyat bo'lgan, bo'ldi, men ishni to'xtataman-da, oilani tanlayman degan vaqtim ham bo'lgan. Lekin men turmush o'rtog'im Sardor Sunnatullayevich stomatologlar, akademiyani ikkalamiz birgalikda faoliyatini olib boramiz. Akademiyani yuragi Muattarsan, bu bizning birinchi farzandimiz. Buni to'xtatib qo'ymaymiz endi. Biz to'xtatish uchun ochmaganmiz deganlar va meni tabiiyki turmush o'rtog'im, qaynonam ishimni tushunadilar. Ya'ni shuncha yillik meni mehnatlarimni to'g'ri baholaganlar, yaxshi baholaganliklari uchun menga kechga qolishim bor. Vaqtida uyqudan turib choylar tayyorlab bera olmagan vaqtlarim bo'lgan. Boshqa davlatga chiqishim kerak bo'lgan vaqtida meni qaynonam birinchi bo'lib qo'llab-quvvatlaganlar va turmush o'rtog'im ham har doim yonimda qo'llab-quvvatlashgan. Agar oiladagilaringiz sizni tushunmasa, shaxsiy hayotingizda tinchlik bo'lmasa, biznesda yoki ayol kishi karyerada muvaffaqiyat qozona olmaydi. Shaxsiy hayot tinch bo'lgani uchun, oiladagilar uni qo'llab-quvvatlaganligi uchun karyera yaxshi ketadi. Qizingizni muvaffaqiyati uchun siz ona sifatida nimalardan voz kechishingizga to'g'ri kelgan? Bo'lganmi shunaqa? Hech narsadan voz kechmadim. Lekin har doim yordam bergansiz. Har doim yordam berganman. Har doim. Qaysi tomonlama yordam bergansiz? Mablag' tomondanmi? Mana o'zini sohasi bo'yicha bilim jihatdan, joyi kelganda mablag' jihatdan, har tomonlama bor ota-ona qo'llaydi, qo'llab-quvvatlab turganman. Hech qachon tushkunlikka tushishga yo'l bermaganman-da. Tushkunlikka tushishga qo'ymaganman. Ortingda men bor, otang bor, akang bor, akang bor. Mayli, xohlagancha ishlashgina, yaxshi ishlagina. Faqat to'g'ri ishlab maslahat berganman. Qizingizni omadli deb o'ylaysizmi yoki ishiga nisbatan talabchan? Bunday o'ylab qaraganda hamma narsa omadga bog'liq lekin. Omadli deb o'ylayman. Chunki shu kun nimani maqsad qilsa, shu maqsadiga erishadi. Omadli deb o'ylayman. Endi o'zini harakatchanligi, qiziquvchanligi, bunaqaligi ham bor bundan rostda. Lekin omadi yaxshiroq, omadi ko'proq. Ko'zguga qaraganimda kichkina Muattar o'sha yoshligimdagi qizaloq bilan gaplashaman, har kuni oynada gaplashaman. Qara, qanaqa kunlarni birga o'tkazdik, qanaqa kunlarda yashayapmiz, orzularimizni birgalikda amalga oshirdik deyman. Men ichimda har doim o'zim Muattar Muhiddinimdan bo'lganim bilan ichimda har doim yosh qizaloqligimni saqlab qolganman. Agar yosh qizaloqni o'ldirib qo'ysa, u menimcha qiyin bo'lsa kerak yashash. Shunaqa o'ylayman. Beg'uborligini, rahmdilligini yo'qotib qo'yadi odam. Yoshligini eslamay qo'ysa, men shu ichimdagi kichkina Muattar bilan yashayman birga. Qaysi gapingizni qizingizga umuman aytmagansiz? Hamma gaplarimni aytaman, lekin go'yoga aytolmagan gaplarim ham bo'lsa kerak. Yuragi og'rib qoladi, qattiq oladi degan maqsadda aytolmagan bo'lishim ham mumkin. Qaysi gapingizni ko'p takrorlab turasiz qizingizga nisbatan? Ehtiyot bo'l, o'zingni asra, sog'lig'ingga qara, odamlar bilan yaxshi muomalada bo'l, yumshoq muomalada bo'l. Mayli senga qo'pollik qilsa ham sen yumshoq muomalada bo'l deb aytaman. Seni yaxshi ko'raman deysizmi? Ha. Har kuni ertalab telefon qilgan paytda yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Seni yaxshi ko'raman qizim deyman. Ishingga omad.
o'zingga sog'lik tilayman deb qo'yaman, telefon nomisi ham. Rahmat onajonim deydi u ham. Muvaffaqiyatli ayol bo'lish uchun bilim va kuch kerak, lekin baxtli va qat'iyatli ayol bo'lish uchun ortingizda ona duosi bo'lishi shart. Muattarning bugungi kundagi yutug'i bu onasining unga o'rgatgan nafosati va sabrining tirik timsolidir. Zero go'zallik avvalo onalarning mehrida aks etadi. Deyishadiki, ayol kishining go'zalligi bu o'ziga bo'lgan ishonchda. Kosmetologiya akademiyalari esa mana shu ishonchni ilmiy asosda mustahkamlab boruvchi maskandir. Bugun biz go'zallikning ichki oshxonasiga tashrif buyurdik va bildikki, har bir muolaja ortida yillar davomida o'qilgan kitoblar va amaliyot yotibdi. O'zingizni asrang.